Agar siz pensiya, nafaqa, kompensatsiya yoki pensiya jamg'armasi orqali keladigan boshqa to'lovlarni olayotgan bo'lsangiz, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Chunki oxirgi paytlarda ko'pchilikning puli kechikmoqda. Ayrimlarda esa umuman to'xtab qolmoqda. Eng yomoni odamlar sababini bilmaydi. Bankka boradi, bank bizga pul tushmagan deydi. Pensiya jamg'armasiga boradi. Tekshiruv bo'lyapti yoki hujjatlaringizni yangilang deyishadi. Lekin asal sabab ko'pincha oldindan tushuntirilmaydi. Men bugun sizga pensiya jamg'armasi to'lovlarini to'xtatishi yoki vaqtincha ushlab turishi mumkin bo'lgan 6 ta asosiy sababni oddiy tilda tushuntirib beraman. Qaysi holatda xavotir olish kerak? Qaysi holatda esa bu texnik yoki vaqtinchalik masala bo'lishi mumkin? Barchasini misollar bilan ko'rsataman. Video oxirigacha ko'ring. Chunki oxirida men sizga aniq amaliy qadamlarni aytaman. Qayerga borish kerak? Qanday hujjatlarni tayyorlash kerak? Arizaga nima yozish kerak? Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Bu ma'lumot har bir oilaga kerak bo'lishi mumkin. Chunki pensiya faqat keksalar masalasi emas. Nogironlik nafaqasi, boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi, bolalikdan nogiron farzandi bor oilalar qarindoshi nomidan pul olayotganlar uchun ham juda dolzarb. Avvallari ko'p narsa qog'oz hujjatlar va mahalla, bank, pensiya jamg'armasi bo'limlari o'rtasidagi odatiy yozishmalar orqali yurardi. Masalan, pensioner tirikmi, yashash joyida bormi, boshqa davlatga ketmaganmi, ishga kirganmi, nogironlik muddati uzaytirilganmi? Bu ma'lumotlar ko'p hollarda qo'lda tekshirilardi. Ba'zan yillar davomida hech kim chuqur tekshirmasdi. Odam pensiyasini olardi, faqat muammo chiqqanda qayta ko'rilardi. Hozir esa vaziyat o'zgargan. Davlat idoralari o'rtasida elektron ma'lumot almashinuvi kuchaygan. FDYO, migratsiya, soliq, bandlik, tibbiy ijtimoiy ekspertiza, bank tizimi, kadastr, mahalla va boshqa bazalardagi ma'lumotlar solishtiriladi. Bu nimani anglatadi? Agar bir joyda siz haqingizdagi ma'lumot boshqa joydagi ma'lumotga mos kelmasa, tizim signal beradi. Masalan, pasport ma'lumotingiz yangilangan. Lekin pensiya jamg'armasida eski ID raqam turibdi. Yoki nogironlik muddati tugagan, lekin uzaytirish haqidagi ma'lumot hali bazaga tushmagan. Yoki pensioner chet elga uzoq muddatga chiqib ketgan. Tizim buni ko'rgan. Ana shunday holatlarda to'lov vaqtincha to'xtashi, kechikishi yoki qo'shimcha tekshiruvga tushishi mumkin. Bu yerda muhim narsani aytaman. Har qanday to'lov to'xtashi darhol pul yo'q. Hammani pensiyasini kesishmoqda degani emas. Lekin bu e'tibor bermasangiz ham bo'ladi degani ham emas. Chunki ayrim holatlarda agar siz vaqtida murojaat qilmasangiz, oylar davomida pulingiz kelmay qolishi, keyin esa qayta tiklash uchun ko'p eshik taqillatishingiz mumkin. Men amaliyotda eng ko'p uchratadigan holatlardan biri shu: odamning familiyasi, ismi, otasining ismi, tug'ilgan sanasi, JSHSR raqami, pasport yoki ID'da karta ma'lumotlari bir bazada boshqacha, boshqa bazada boshqacha ko'rinadi. Sizga bu arzimas tuyulishi mumkin, lekin to'lov tizimi uchun bu juda katta masala. Masalan, bir ayol 20 yildan beri pensiya oladi. Eski hujjatlarda familiya Karimova deb yozilgan, yangi ID kartada esa transliteratsiya sabab Karimova o'rniga boshqa harf bilan kiritilgan yoki otasining ismida bitta harf farq bor, bank hisobida boshqa ko'rinish. Pensiya jamg'armasi bazasida boshqa ko'rinish. Natijada tizim bu bir xil shaxsmi yoki boshqa shaxsmi degan savol qo'yadi. Shundan keyin to'lov ushlanadi. Yana bir misol: 38 yoshli pensioner yangi ID karta olgan. Lekin pensiya jamg'armasiga borib ma'lumotlarni yangilatmagan. Avvalgi pasport seriyasi bankda qolgan. Yangi ID esa davlat bazasida ko'rinib turibdi. Oylik pensiya 20 million 220 ming so'm bo'lsin, bir oy kelmaydi. Odam bankomatga boradi. Pul yo'q. Bank xodimi hisobingizga tushmagan deydi. Aslida esa pensiya jamg'armasi to'lovni ma'lumotni aniqlashtirish sababli vaqtincha jo'natmagan bo'ladi. Bu holatda kim xavotir olish kerak? Yaqinda ID karta olganlar, familiyasini o'zgartirgan ayollar, nikohdan keyin hujjatlarni yangilaganlar, eski pasportdan yangi IDga o'tganlar, tug'ilgan sanasi yoki ismida hujjatlar bo'yicha farq bo'lganlar. Kim uncha xavotir olmasligi mumkin? Agar barcha hujjatlaringiz bir xil bo'lsa, bank hisobingiz faol bo'lsa, ayda ma'lumotlaringiz yangilangan bo'lsa, bu sabab sizga kamroq tegishli. Pensiya jamg'armasi ayrim toifalar bo'yicha odam haqiqatan ham yashash joyida bormi, tirikmi, pulni o'zi olyaptimi yoki boshqa odam olayaptimi, shuni tekshirishi mumkin. Ayniqsa nafaqani ishonchnoma orqali olayotganlar. Yolg'iz keksalar, nogironligi bo'lgan shaxslar,
O'quvchisini yo'qotganlik nafaqasi oluvchilar bo'yicha bu masala muhim. Masalan, bir otaxon qishloqda ro'yxatda turadi, lekin 6 oy Toshkentda farzandinikida yashaydi. Pensiya kartasini esa kelini ishlatadi. Tekshiruv kelganda otaxon uyda yo'q. Qo'shnilar ko'pdan beri ko'rmaganmiz deydi. Tizimda shubha paydo bo'ladi. Bu shubha darhol ayblov emas, lekin to'lovni aniqlashtirish uchun to'xtatishga sabab bo'lishi mumkin. Yana bir holat, pensioner Rossiyaga yoki Qozog'istonga farzandlari yo'ni ketgan. 1-2 oy emas, uzoq muddat qolgan. Ayrim to'lov turlari bo'yicha chet elda doimiy yashash, vaqtincha chiqish, ro'yxat holati muhim bo'lishi mumkin. Agar tizim migratsiya ma'lumotlari orqali shaxs uzoq muddat mamlakat tashqarisida ekanini ko'rsa, to'lovni aniqlashtirish boshlanadi. Bu yerda nozik nuqta bor. Odamning boshqa joyda mehmon bo'lishi o'z-o'zidan pensiya bekor bo'ladi degani emas. Lekin pensiya jamg'armasi siz bilan aloqaga chiqa olmasa, manzilingiz noaniq bo'lsa, telefoningiz ishlamasa, hujjatda boshqa manzil, amalda boshqa manzil bo'lsa, to'lov to'xtashi ehtimoli oshadi. Nogironlik pensiyasi yoki nogironlik nafaqasi olayotganlar uchun eng og'riqli sabab shu. Ko'pchilik o'ylaydi. Men bir marta nogironlik olganman, endi to'lov doim kelaveradi. Lekin har doim ham bunday emas. Ayrim nogironlik guruhlari muddatli beriladi. Masalan, 1 yilga, 2 yilga yoki ma'lum davrgacha. Muddat tugagach qayta ko'rikdan o'tish kerak bo'ladi. Misol keltiraman. 2 guruh nogironligi bo'lgan fuqaro oyiga 900 ming so'm atrofida to'lov olayotgan bo'lsin. Uning nogironlik muddati iyungacha. U tibbiy komissiyaga 25 may kuni hujjat topshiradi. Lekin navbat analizlar, shifokor xulosalari sabab yakuniy xulosa iyunda chiqadi. Pensiya jamg'armasi bazasiga esa ma'lumot 25 iyunda tushadi. Natijada iyun oyidagi to'lov kechikishi yoki vaqtincha to'xtashi mumkin. Bu holatda odam mendan pensiyani olib qo'yishdi deb o'ylaydi. Aslida tizim uchun nogironlik muddati tugagan. Yangi xulosa esa hali ko'rinmayapti. Shuning uchun to'lov ushlanadi. Agar keyin nogironlik uzaytirilsa, ko'p hollarda tegishli davr uchun qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Lekin buning uchun hujjatlar to'g'ri rasmiylashtirilgan bo'lishi kerak. Kimlar ehtiyot bo'lishi kerak? Nogironlik muddati yaqinlashayotganlar, tek yoki tegishli komissiyaga qayta ko'rikka borishi kerak bo'lganlar, bolasi nogironligi bo'yicha nafaqa olayotgan ota-onalar, kasallik tarixi hujjatlari to'liq bo'lmaganlar. Men tavsiya qilaman, muddat o'tkazishni kutmang, kamida 1 oy oldin harakatni boshlang. Hamma pensiya ishga kirsa to'xtaydi degan gap noto'g'ri. Yoshga doir pensiya olayotgan odam ishlashi mumkin bo'lgan holatlar bor. Lekin ayrim nafaqa va to'lov turlari bevosita daromad, bandlik, ijtimoiy holat, oila tarkibi yoki muhtojlik mezonlariga bog'liq bo'ladi. Kam ta'minlangan oila nafaqasi, bola puli, ayrim kompensatsiyalar, o'quvchisini yo'q kompensatsiyalar, o'quvchisini yo'qot bo'yicha o'qish holati, nogironlik bilan bog'liq qo'shimcha to'lovlar shular jumlasidan bo'lishi mumkin. Oddiy misol. Bir ayol kam ta'minlangan oila sifatida bolalar nafaqasi oladi. Keyin turmush o'rtog'i rasmiy ishga keladi va oyiga 3 million so'm maosh ola boshlaydi. Soliq bazasida bu daromad ko'rinadi. Oilaning umumiy daromadi mezondan oshsa, keyingi davr uchun nafaqa to'xtashi mumkin. Oila esa nega pul kelmadi deb hayron bo'ladi. Chunki ularga hech kim alohida qo'ng'iroq qilib tushuntirmagan bo'lishi mumkin. Yana bir misol. O'quvchisini yo'qotganlik pensiyasini olayotgan talaba 10 yoshdan oshgan va kunduzgi ta'limda o'qiyotgani uchun to'lov olmoqda. Agar u o'qishni tashlasa, akademik ta'til olsa yoki sirtqi ta'limga o'tsa, to'lov shartlari o'zgarishi mumkin. Ta'lim muassasasidan ma'lumot kelmasa yoki eski ma'lumot amal qilishdan to'xtasa, pensiya jamg'armasi to'lovni aniqlashtiradi. Bu yerda eng katta xato. Odamlar mening oilamda o'zgarish bo'ldi. Lekin o'zim aytmasam, hech kim bilmaydi deb o'ylaydi. Hozir ko'p narsa elektron bazalarda ko'rinadi. Rasmiy ish, soliq, o'qish, nikoh, tug'ilish, vafot, migratsiya, mulk, avtomobil kabi ma'lumotlar turli idoralarda aks etadi. Shuning uchun o'zgarishni yashirish keyin ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabigacha olib borishi mumkin. Ko'p odam pensiya jamg'armasini ayblaydi, lekin muammo bank tomonida bo'lishi ham mumkin. To'lov jo'natilgan bo'ladi. Ammo karta muddati tugagan, hisob raqami bloklangan, karta egasi vafot etgan deb noto'g'ri belgilangan, bankda identifikatsiya yangilanmagan yoki ishonchnoma muddati tugagan bo'ladi. Misol uchun, pensionerning kartasi amal qilish muddati 2024 yil dekabrda tugagan. Yanvar oyida pensiya hisobga jo'natiladi.
lekin karta faol emas. Bankda pul osilib qolishi yoki qaytishi mumkin. Pensioner esa bankomatda pul ko'rmaydi. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasiga ham, bankka ham aniqlik kiritish kerak. İşonchnoma masalasi ham juda muhim. Masalan, farzand onasining pensiyasini ishonchnoma bilan olib keladi. Ishonchnoma 1 yilga berilgan. Muddat tugadi, lekin farzand buni unutdi. Bank endi pul bermaydi. Agar to'lov karta orqali tushsa ham, ayrim operatsiyalar cheklanishi mumkin. Eng xavflisi pensionerning o'zi puldan bexabar bo'lib, boshqa odam kartani ishlatishi. Tekshiruvda bunday holat aniqlansa, to'lov to'xtatilishi va qo'shimcha surishtiruv boshlanishi mumkin. Men doim aytaman, pensionerning kartasi PIN kodi, SMS xabarnomasi, bank ilovasi boshqa odam qo'lida bo'lsa, bu oilaviy qulaylik bo'lib ko'rinishi mumkin. Lekin huquqiy xavf ham bor. Ayniqsa qarindoshlar o'rtasida nizo chiqsa, pensiyamni olib qo'yishgan degan shikoyatlar boshlanadi. Shuning uchun pulni kim ekani ishonchnoma bormi? Pensioner rozimi? Hammasi aniq bo'lishi kerak. Eng noqulay sabab shu. Ba'zan pensiya jamg'armasi oldin tayinlangan to'lovni qayta tekshiradi va hujjatlarda xato topadi. Masalan, ish staji noto'g'ri hisoblangan, arxiv ma'lumoti tasdiqlanmagan. Ish haqi bo'yicha ma'lumotda xatolik bo'lgan. Nafaqa olish uchun oilaviy daromad noto'g'ri ko'rsatilgan. Vafot etgan shaxs nomiga bir necha oy pul tushgan yoki 2 xil to'lov bir vaqtning o'zida noto'g'ri berilgan. Oddiy raqam bilan tushuntiraman. Fuqaroga pensiya 1 million 800 ming so'm qilib tayinlangan. Keyingi tekshiruvda ma'lum bo'ldiki, ish stajining 3 yili tasdiqlanmagan. Shunda pensiya miqdori 1 million 12 ming so'm bo'lishi kerak edi. Farq o'yiga 1 ming so'm. Agar bu xato 12 oy davom etgan bo'lsa, ortiqcha to'lov 1 million 800 ming so'm bo'ladi. Jamg'arma bu summani keyingi to'lovlardan ushlab qolishga yoki qaytarishni talab qilishga urinishi mumkin. Albatta, bunday holatlarda ham fuqaroning e'tiroz bildirish, hujjat ko'rsatish, qayta ko'rib chiqishni so'rash huquqi bor. Yana bir real hayotga yaqin vaziyat. Pensioner vafot etgan, lekin qarindoshlar bank kartasidan yana 2 oy pul yechgan. Keyin FDYO ma'lumoti bazaga tushadi va pensiya jamg'armasi ortiqcha to'langan summani aniqlaydi. Bu juda jiddiy masala. Qarindoshlar biz bilmagandik deyishi mumkin. Lekin vafotdan keyin shaxs nomiga tushgan pensiyani yechish huquqiy muammo tug'diradi. Dafn puli, meros, qolgan summa kabi masalalar alohida tartibda hal qilinadi. Lekin kartadan shunchaki pul yechish to'g'ri yo'l emas. Birinchi nozik jihat, to'lov kechikishi bilan to'lov bekor qilinishi bir xil emas. Ba'zan pul oyning odatdagi sanasida tushmaydi, lekin bir necha kundan keyin keladi. Bu moliyalashtirish jadvali, bank yuklamasi, dam olish kunlari, texnik uzilishlar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar kechikish 2-3 kun bo'lsa, vahima qilish shart emas. Lekin 10 kundan oshsa, albatta yozma yoki elektron murojaat qiling. Ikkinchi nozik jihat, og'zaki javobga ishonib qolmang. Sizga keyingi o'y tushadi. Bazada muammo, kutib turing deyishlari mumkin. Men fuqarolarga doim maslahat beraman. Agar to'lovingiz to'xtagan bo'lsa, sababini yozma shaklda so'rang. Chunki og'zaki gap bilan keyin huquqingizni himoya qilish qiyin. Yozma javobda esa aniq sabab, huquqiy asos va nima qilish kerakligi ko'rsatilishi kerak. Uchinchi nozik jihat, qarzdorlik yoki sud ijrosi bilan bog'liq ushlab qolishlar. Ayrim holatlarda pensiyaning ma'lum qismi aliment, kredit qarzi, sud qarori yoki ijro hujjati asosida ushlab qolinishi mumkin. Bu pensiya jamg'armasi o'zicha pulni kesdi degani emas, balki ijro hujjati kelgan bo'lishi mumkin. Ammo bu yerda ham cheklovlar va tartiblar bor. Hammasi qonuniy asosda bo'lishi kerak. Agar pensiyangizdan kutilmaganda 300 ming, 5 ming so'm kam tushsa, bankdan ko'chirma oling va pensiya jamg'armasidan ushlab qolish asosi haqida ma'lumot so'rang. 4-chi nozik jihat. Yashash minimumi indeksatsiya va qayta hisob kitoblarini noto'g'ri tushunish. Ba'zan odam hammaniki oshdi, meniki nega oshmadi dedi. Sabab shuki, pensiya turi, staj, ish haqi ustama, nogironlik guruhi, yosh. Mukofot huquqi har xil bo'ladi. Oshirish bo'yicha qaror umumiy bo'lsa ham, har bir odamga ta'sir bir xil bo'lmasligi mumkin. Ba'zan esa oshirishdan keyin eski ortiqcha to'lov ushlab qolingani uchun odam qo'lga oladigan summa oshmagandek ko'rinadi. 5-chi nozik jihat, mahalla yoki boshqa idoradagi ma'lumot avtomatik yangilanmay qolishi mumkin. Masalan, oila tarkibi o'zgargan, farzand tug'ilgan, kimdir ro'yxatdan chiqqan, nikoh bekor bo'lgan, kimdir ishga kirgan, bir bazada bu bor boshqasida yo'q.
Shuning uchun davlat o'zi biladi deb kutish har doim ham to'g'ri emas. Sizning manfaatlaringiz uchun o'zingiz ham hujjatlarni yangilab boring. 6-nozik jihat qo'shimcha hujjat olib keling degan talab har doim ham noqonuniy emas, lekin aniq bo'lishi kerak. Qaysi hujjat nima uchun? Qaysi muddatda, qaysi norma asosida so'ralyapti, buni bilishga haqlisiz. Agar sizdan har safar boshqa hujjat so'rashsa, masalani yozma tartibda rasmiylashtiring. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Agar pensiya yoki nafaqangiz kelmay qolsa, men quyidagi tartibda harakat qilishni maslahat beraman. Birinchi qadam bankdan boshlang. Kartangiz faolmi? Muddati tugamaganmi? Hisob raqam bloklanmaganmi? Pul tushib keyin ushlab qolinmaganmi? Shuni tekshiring. Bankdan hisob ko'chirmasini oling. Ko'chirmada oxirgi to'lov sanasi, summa ushlab qolishlar bo'lsa, ularning nomi ko'rinadi. Agar bank pensiya jamg'armasidan pul kelmagan desa, bu javobni iloji bo'lsa yozma yoki ilova orqali tasdiqlab oling. Ikkinchi qadam, tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz bilan ID karta yoki pasport, pensiya guvohnomasi bo'lsa, u bank karta rekvizitlari, oxirgi bank ko'chirmasi, telefon raqam zarur bo'lsa, ishonchnoma olib boring. Agar nogironlik bo'yicha to'lov bo'lsa, tibbiy xulosa. Tek ma'lumotlari, qayta ko'rik sanalarini ham tayyorlang. O'quvchisini yo'qotganlik bo'yicha bo'lsa, o'qish joyidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Kam ta'minlanganlik yoki bola puli bo'lsa, oila tarkibi, daromadlar, ish joyi ma'lumotlari so'ralishi mumkin. Uchinchi qadam, faqat og'zaki gap bilan ketmang, ariza yozing. Arizada quyidagicha mazmun bo'lishi mumkin. Menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lovi falon oydan boshlab kelmayapti yoki kamaygan. To'lov to'xtatilishi yoki kamaytirilishi sabablarini, huquqiy asosini va qayta tiklash uchun talab qilinadigan hujjatlar ro'yxatini yozma ravishda taqdim etishingizni so'rayman. Arizada telefon raqamingizni, manzilingizni, bank rekvizitingizni ko'rsating. Arizani 2 nusxada bering. Bir nusxasi ularda qoladi. Ikkinchisiga qabul qilingan sana va raqam qo'ydirib oling. 4-qadam, hujjatlarda xatolik bo'lsa, uni darhol tuzating. ID karta ma'lumoti noto'g'ri bo'lsa, migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limiga murojaat qilinadi. FHDVO yozuvida xato bo'lsa, FHDVO organi orqali tuzatiladi. Ish staji tasdiqlanmasa, arxiv ma'lumotnomasi, mehnat daftarchasi, buyruq nusxalari, ish haqi ma'lumotnomalari kerak bo'ladi. Ba'zan eski korxona yopilgan bo'ladi. U holda hududiy arxivdan izlash kerak. Bu ko'p vaqt olishi mumkin, lekin staj va pensiya miqdori uchun juda muhim. 5-qadam. Agar sizning fikringizcha to'lov asosi to'xtatilgan bo'lsa, yuqori turuvchi organga shikoyat qiling. Avval tuman bo'limi, keyin viloyat boshqarmasi, zarur bo'lsa respublika darajasidagi mas'ul organlarga murojaat qilish mumkin. Elektron murojaat platformalari orqali ham yuborish mumkin. Murojaatda hissiyot emas, faktlar bo'lsin. Qaysi sandan to'lov yo'q? Oldin qancha olgansiz? Hozir qancha tushdi yoki umuman tushmadi? Qaysi xodim nima dedi? Qanday hujjat topshirdingiz? Qaysi javobni oldingiz? 6-qadam, muddatlarni kuzating. Nogironlik muddati tugashidan oldin qayta ko'rikka yoziling. ID karta almashganda pensiya jamg'armasi va bankdagi ma'lumotlarni yangilang. Ishonchnoma muddati tugashini kalendarga belgilab qo'ying. Talaba bo'lsangiz, har o'quv yilida o'qish joyidan kerakli ma'lumotlarni vaqtida oling. Chet elga uzoq muddat ketayotgan bo'lsangiz, siz olayotgan to'lov turiga bu qanday ta'sir qilishini oldindan so'rab biling. 7-qadam, har oy tushgan summani yozib boring. Bu juda oddiy, lekin foydali odat. Masalan, daftar tuting yoki telefoningizda qayd qiling. Yanvar 1.200 milyon so'm, fevral 1.200 milyon so'm, mart 1.200 milyon so'm, aprel 900 milyon so'm. Agar birdan kamayish bo'lsa, darhol sababini so'raysiz. Ko'pchilik 3-4 oy o'tib biladi. Keyin qaysi oyda nima bo'lganini aniqlash qiyinlashadi. Yana bir muhim maslahat. Agar pensioner keksa, kasal yoki harakatlana olmaydigan bo'lsa, qarindoshlar hamma ishni uning roziligi va qonuniy hujjat bilan qilsin. Ishonchnoma notarial tartibda rasmiylashtirilgan bo'lsin, muddatiga e'tibor bering. Pensionerning o'zi imkon qadar bank SMS xabarlarini ko'rib tursin yoki ishonchli odam yordam bersin. Pul masalasida o'ylamiz-ku degan yondashuv keyin katta nizoga aylanib ketishi mumkin. Demak, pensiya jamg'armasi to'lovlari to'xtashi yoki kechikishining asosiy 6 sababi bor. Shaxsiy ma'lumotlar mos kelmasligi, yashash joyi va shaxsiyatni aniqlashtirish, nogironlik muddati yoki tibbiy xulosa muammosi,
ishga kirish yoki ijtimoiy maqom o'zgarishi, bank kartasi va ishonchnoma muammolari, ortiqcha to'lov yoki qayta hisob-kitob. Har bir holatda eng muhim narsa jim kutib o'tirmaslik. Sababini yozma so'rang, hujjatlarni tartibga keltiring, bank ko'chirmasini oling, ariza bilan murojaat qiling. Men sizga shuni alohida ta'kidlayman. Pensiya va nafaqa bu sizning qonuniy huquqingiz bo'lishi mumkin, lekin bu huquqni himoya qilish uchun hujjatlar toza, ma'lumotlar yangilangan va murojaatlar rasmiy bo'lishi kerak. Og'zaki gap, taxmin va qo'rquv bilan masala hal bo'lmaydi. Agar sizda ham pensiya yoki nafaqa to'xtagan, kechikkan yoki kamaygan bo'lsa, izohlarda yozing, qaysi to'lov turi, qaysi oydan beri muammo bor, sizga qanday sabab aytishdi. Men keyingi videolarda eng ko'p uchrayotgan holatlarni alohida tahlil qilib beraman. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu videoni ota-onangiz, qarindoshlaringiz, qo'shnilaringizga yuboring. Chunki bitta vaqtida berilgan maslahat kimningdir bir necha oylik pensiyasini saqlab qolishi mumkin.